Hurmatli mijozimiz, Has brenddan 2025-yilgi 5-seriyali kirush mashinasini chegirma narxida olib keltirib berdik. Yonishiga bir baho berib bering. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Bugun sizlarga Has brend tomonidan ishlab chiqarilgan WF5i8043 BFW modelini chegirma narxida qilib beramiz. Ushbu kirush mashinamiz 8 kiloli bo'lib, oborotlari 1400 bo'ladi va hajmiga, ya'ni razmeriga keladigan bo'lsa, eni 60 va bo'yi 84,5 va asosiy chuqurligi 47 sm bo'ladi. Ya'ni iFix funksiyasi bu yerda nihoyatda ixcham qilib qilingan, hozirgi mebellarga bemalol kirib ketaveradi. Bunaqa ortiq joy egallamaydi va shu bilan birga barabani kattaroq bo'ladi. Va funksiyalarga keladigan bo'lsak, bu yerda ko'plab funksiyalari bor va birinchilardan bo'lib Smart Assist, ya'ni Wi-Fi ga ulab turib bemalol telefon orqali boshqarishingiz mumkin va Освежить funksiyasi bo'lsa, par orqali kiyimlaringizni g'ijim bo'lishidan saqlaydi va IJ texnologiyasi ilg'or gibrid farsunkalari tufayli yuvish samaradorligini 38% gacha oshirib beradi. Va Hygiene Guard funksiyasi orqali, ya'ni par orqali bakteriya va zamburug'larni 99% gacha o'ldirib beradi. Va bu yerda qo'shimchasiga sovuq suvda yuvish funksiyasi bor. Bu esa sizga elektr energiyani 71% gacha ekonom qilib beradi. Va dog'larni ketkazish funksiyasi avtomatik ravishda temperatura va barabar aylanishini o'zi belgilaydi va sizga dog'larni 100% ketkazib beradi. Va Pet Care funksiyasi orqali bo'lsa, uy hayvonlari tekkan matolarni va kiyimlarni, ya'ni ulardagi burga va bitlarni o'ldirib, dezinfeksiya qilib beradi. Va displeyga keladigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, nihoyatda chiroyli displey bilan jihozlangan 3,5 dyumli, ya'ni TFT displey bilan jihozlangan, nihoyatda chiroyli, rangli asosiysi va bu yerda o'chirib yoqish funksiyasi va play pauza va asosiysi roliklari bilan jihozlangan, nihoyatda chiroyli. Va bu yerda birinchi funksiyasi sizlarga batafsil tushuntirib beraman. Eko rejimi bu to'kingizni rasvod qilmasdan nihoyatda oz fursatda yuvib beradi. Xo'p, keyingisi xlopk rejimi, ya'ni HB material, HB mahsulotlari uchun ko'rib turibsiz, har xil funksiyalari bor va qo'shimcha bu yerda boshqarishingiz mumkin. Mana gradusni o'zingiz boshqarishingiz mumkin. 60, 90 shunga qarab turib, hattoki sovuq suvda yuvishingiz ham mumkin. Keyingisi palaskani, ya'ni chayqashni o'zingiz boshqarishingiz mumkin va keyingisi оборот balandlatib pasaytirib 400, 600, 800 va 1400 gacha qo'yishingiz mumkin. Hattoki parovoy rejimni ham o'zingiz qo'yib o'chirishingiz mumkin. Ya'ni yozuvni ko'rib turibsiz, parovoy rejim yoki o'chirib qo'yasiz va hattoki vaqtni tejash uchun mana bu funksiyani ezib qo'yasiz. Tezroq yuvib berish funksiyasini yoqadi. Ya'ni kiringizni toza va tezroq yuvib beradi. Va asosiysi mana bu funksiya, ya'ni anti sminaniya funksiyasi, bu kiringizni g'ijim qilmasligini sizga ta'minlab beradi. Va bu yerda qo'shimcha funksiyalar qayerda deyishingiz mumkin. Mana bu yerda ushbu knopka orqali qo'shimcha funksiyalar yoqiladi. Удаленное управление, ya'ni telefon orqali boshqarish, bolalardan blokirovka qilish, bezuk, ya'ni ovozsiz va o'sha vaqtni keyinchalikka qoldirish, ya'ni sovuq suvda yuvish funksiyasi va предварительный, ya'ni nihoyatda kirladi 2 martadan yuvish funksiyasi va keyingisi intensivniy ivitish funksiyasi va men sizlarga aytganimdek удаление payti, ya'ni dog'lar ketkazish funksiyasi va bu yerda nazorat qilib chiqaverasiz, nihoyatda oson. Keyingi funksiyasi sintetika mahsulotlari uchun ko'rib turibsiz, avto rejimi bu o'zi tanlaydi va освежение bu ham nihoyatda ajoyib funksiya ekan, ya'ni har xil misol erkak kishilarda misol sigaret hidi kelib qolsa, kiyimni albatta bu funksiyaga qo'yib bemalol hidni ketkazishingiz mumkin. Bolalar kiyimi uchun nihoyatda funksiyalari ko'p, ko'rishingiz mumkin va anti allergiya, ya'ni par orqali yuvib beradi. Allergический bakteriyalar o'ldirib beradi va men aytganimdek o'sha pitomsi, ya'ni pet care deydi, ya'ni o'sha uy hayvonlari tegigan matolarni sizga nihoyatda chiroyli holatda yuvib dezinfeksiya qilib beradi. Keyingilari polная загрузка 59 minut, ya'ni 59 minutda 8 kilogacha bo'lgan mahsulotingizni 59 minutda yuvib beradi. Va keyingisi super 39, ya'ni karcher funksiyasi, o'sha maksimal 4 kiloni 39 minutda yuvib beradi. Bor yo'g'i bu zo'r funksiya. Va LG'larda bor edi, bu ham qo'yibdi va bistrasi 15 minutlik. Va pastelniy belyo, ya'ni va sherst 2 kilogacha bo'lgan va sportivniy 58 minutda 4 kilogacha bo'lgan. Va bu yerda ko'rib turibsizlar, graduslari, palaskani, ya'ni chayqashlari va оборотlarini ko'rsatib berib turibdi. Va puxavoy veshi kurtkalar shunga o'xshagan va palaskani, ya'ni chayqashni o'zi va adjim siqib berish, chayqash va achishga baravar albatta bir oyda bir marta qo'yib turish kerak va asosiysi adjimni o'zi, ya'ni siqishni o'zi.
ushbu kirish mashinamizga Hisense brend tomonidan o'ziga 3 yil va motoriga e'tibor beramiz. 20 yil garantiya beriladi va narxi keladigan bo'lsa, shuncha funksiyaga ega bo'lgan ushbu kirish mashinamizda sim jihozlarimiz uchun narxini $330, ya'ni 3.960.000 so'm qilib belgiladik va kimga xuddi shunaqangi sifatli, qulay va asosiysi arzon kirish mashinalari zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsalaring, biz sizlarga chiroyli narxlarda yetkazib beramiz. Va video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni bilan bosishni unutmang, yaqinlarga jo'natib bering.